أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bizim bugünkü dersimiz mef'ul ma'ah haqida bo'ladi. Yine bizim şu mef'ul ma'ah haqida to'xtalamiz. Undaqda mef'ul ma'ah degan nima va mef'ul ma'ahninki omili nimadan keladi? Qanday bo'lganda o so'z mef'ul ma'ah bo'ladi? Mef'ul ma'ah omilning oldi kelalamdi, kelanmamdi degan haqida to'xtalamiz. Endi mef'ul ma'ahning uyg'urcha ma'nosi billilik to'ldiruvchi degan bo'ladi. Endi bu ma'lum bir ish harakatning shunga billi bo'lib bo'lganligini ko'rsatib turadi. Masalan, men yo'l bilan mangdim, men tog' bilan mangdim desak, yo'l bilan tog' bilan degan gap maf'ul ma'ah bo'ladi. Endi musannif rahimahulloh bu vaqtda mundaq deydi: yunsabu talil vavi maf'ulan ma fi nahwi siri va tariqa musri'ah bima minal fi'li ve şibihi sabak zannasbullah bil vavi fil qavlil ahaq. Ma'a ma'nisini bildiradigan oğa yandishib kagüchi maf'ul ma'ah bulup nasbu quludu siri ve tariqa musri'atan deganga o'xshash. Siz yo'l bilan aldirab mening degan jumladagi va tariqadagi at-tariq maf'ulun ma'ah deb nasb qilgan. Mana ma'a ma'nosi bildirgan vadan kin kelgan. Bima minal fi'li ve şibihi sabaq. Şu maf'ulun ma'ah fil bilan va yoki şibi pil bilan ilgir kelgan pil bilan yoki ilgir kelgan shibil pil bilan nasb qiladi. Bu nasb qilish vo bilan sahih eng kuchli ko'z qarashi to'g'ri bo'lgan so'zda vo bilan emas. Buning omili vo emas. Demak, bu baytni biz qurilishga tegishli arziydigan yeri maf'ul ma'ahning i'robi nima? Bizim maf'ul ma'ah ismun mansubun. Maf'ul degan gapdan maf'ulun ma'a mansub fazla. Fazla degan gapni aytib chiqsangiz maf'ulun ma'a degan ismun mansub. Mansub deganimiz nasb qiladigan ism degan bo'ldi. Mufrad bu nimadalig nima emas? Murakkab emas, shibil jumla emas va jumla emas. Maf'ulun ma'a degan jumla yoki shibil jumladan kelmaydi. Ismun mufradun mansubun fazla cümlede asası bile emas. Ba'dal vav bi ma'na ma'a. Ma'a ma'nisi bilan keladigan vudun kin keladi. Bunun amili beşki fil oludu yoki shibil fil oludu. Andada maf'ulun ma'ah bo'lish uchun cho'qim bu ismun fazlatin fazlat. Ya'ni jumlada asosi bilan bo'lmagan, qo'shimcha bilan bo'lgan bir ism bo'ladi. Bu ma'a ma'nosi bilan vudun kin keladi. Cho'qim buning oldida fildan tuzilgan bir fillik jumla yoki fil ma'nosi bor va filning harfi bo'lgan bir ism, shibil fil va bu so'radi. Masalan, sirtu val hadaiqa men bog'lar bilan mangdim desak, mishada val hadaiqdagi hadaiq maf'ul ma'ah bo'ladi. Chunki sirtu val hadaiqa sara fil to fa'il buni bir jumladan keyin ma'a ma'nosini bildirgan va keldi, al hadaiq maf'ul ma'ah bo'ladi. Va ana sa'irun val hadaiqa desak, mishada hadaiq mana maf'ulun ma'ah bunun amili sa'ir degan ism fa'il. Anda bo'lsa bu ikki misoldan ko'ryapmizki maf'ulun ma'ah degan cho'qim bu
ismdan keladigan, nasb o'qiladigan qo'shimcha bilak pazla, qo'shimcha bilak. Chunki mishar maf'ul ma'h bo'lmaganda bu sirtu degan gap chiqdi, ana sairun degan gapdan jumla turib bo'lgan bo'ladi. Endi u chuqur bir o'dan keyin keladi deydi. O'dan u ma'a ma'nosi bildirilgan o ma'a ma'nosi bildirilgan o'dan keyin keladi dedik. Endi navada bu mishada asosi bilak bo'lib butuq cümleden keyin kami qilib qolgan bo'lsa, yana bu maf'ul ma'h bo'lanmaydi. Masalan, maf'ul ma'h amil olan pilning oldida kelmaydi. Vel hadaiqa sirtu yoki sarar rajul vel hadaiqa deydi. Vel hadaiqa sarar rajul deb kelmaydi. Yoki o'tirdimi kelmaydi. Sara vel hadaiqa ar-rajul deb amil olan pil bilan uningki pilning faili o'tirimida kelmaydi. Chuqur o pil va faildan keyin yoki shibil pildan keyin keladi. Buni biz tushunib olsak bo'ladi. Shunga bo'ldi, ism nasb o'qilgan bir ism bo'ldi. Uningdan keyin o chuqur vo bilan keldi, vodan keyin keldi. 5 ta to'liq bir jumla tamom bo'ldi. Anda olsa maf'ul ma'hning amili nima bo'ldi? Pil yoki shibil pil bo'ldi. Tamam. Endi bir qism ulamalar buning amili vo, mush maf'ul ma'hni nasb o'qitgani vo deganlar bo'lgan. Bu maf'ul ma'ni lekin sahih bo'lgan ko'z qarashda buning amili vo emas. Misal ana sa'in vel hadaiqda sa'irun, sirtu vel hadaiqda sara. Bunun amili hesaplandı. Endi isim adette biz bir yerde bayan dedik, maf'ul ma'h degan shu vel hadaiq maf'ul ma'h dedik. Asl maqsad sirtu mel hadaiq degan bo'ldi. Men bag'chilar bilan şu mangdim degan ma'nodaydi. Endi chuqum şu maf'ul ma'h mufrad bo'lsin dedik biz. Jumla bo'lmaydi. Masalan sirtu va shamsa bo'lsa bo'ladi. Sirtu va shams men quyosh bilan mangdim deb. Ammo sirtu va shamsu tali'un tali'atun deb mudakkasi bo'lmaydi. Chunki u jumlalab qoladi. Yoki ism kami pilkas bo'lmaydi. La ta'kul va tatakallam. Gap qilg'ach yema desak, pillab qilg'achqa bu maf'ul ma'h bo'lmaydi. Yana birga bu pazli bo'lsin dedik, qo'shimcha bilak bo'lib qolsa bo'lmaydi. Nima? Pazli bo'lsin dedik, qo'shimcha bilak bo'lsin dedik, asos bilak umda bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, buningga misol keltirsak, biz albatta ikkisi o'rtoqlikni taqozo qilgan bunda pillab qolsa, umdulab qoladi. İştereke Halidun ve Salih desek, Halid bilan Salih şirik bo'ldi dedik. Nishada ishtaraka Halidun ve Salihan deb maf'ulga qilib bo'lmaydi buni. Chunki bu yerda ishtaraka degan pil ikki odamdan vujudga chiqadigan pil. Ya'ni uning fa'ilining fa'ili ta'addud bo'lishini talab qiladi. Chunki maf'ul ma'hning amili bo'lgan pil ta'addudni talab qilsa bo'lmaydi. Chunki ishtirak degan pil fa'ilning ta'addud bo'lishini talab qiladi. Bir necha bo'lishini talab qilgan bo'lg'achqa, shu yana salih naib bu at bo'ladi, umd bo'ladi, pazda bo'lmaydi. Asosi bilan qilib qoladi. Shunga bu maf'ul yajdi. Maf'ul ma'h degirilmaydi. Şuna maf'ul ma'hning hukmi nima desa, maf'ul ma'hning hukmi nasb o'qish. Uning nasibi deman, nasb o'quvchi bo'lgan amil nima desa, uning ilgari bo'lgan pil yoki shibil pil. U shibil pil ism fa'ilga o'xshash yoki ism maf'ulga o'xshash. Masalan, al-kitabu matrukun vel qalam. Kitob tashlanguvchi qalam bilan yoki masdar bo'lsin bo'ladi shibil pildan yu'jibuni sayruka vas sahla deganga o'xshash. Yoki
yu'jibuni sayruka vel veşyams quyosh bilan seni menishing meni hayron qoldirdi deganga o'xshash. İşte bu. Ya simple olsun bo'ladi va hakaza. Undan boshqa misollar so'zlasak bo'ladi. وبعد ما استفهام أو كيف نسب بفعل كون مزمر بعض العرب. Bunu da mef'ul ma'ahning yuşun pille nesb qilish holati chiqadi. Mef'ul ma'ahning yuşun pille nesb qilish holatida ba'da ma istifhamin aw kayf nasab bi fi'li kawni muzmarin ba'd al-arab. Ma istifhamiya istifham vasitasi bo'lgan madin keyin istifham vasitasi bo'lgan kayfadin keyin ba'zi arablar aşı mef'ul ma'ahni nasb o'qidi yushurun bo'lgan kavni pili orqali. Yushurun bo'lgan kavni pili orqali maf'ul ma'an nasb o'qidi. Ya'ni maf'ul ma'anning omili muqaddar bo'lgan ahvol va muzhar bo'lmay keladi, muzmar bo'lib qoladi. Shu chaqda unga kaini mutlaq taqdir qilganlar bo'ldi deymiz. Endi ma istifamiyadan keyin yoki kayfidan iborat istifam vasitidan keyin bir ism keladi. Onundan keyin vov ma'ya bilan maf'ul ma'ah keladi. O maf'ul ma'ahning omili yushun bo'lgan kavni pili bo'ladi. Yoki uning g'ayri o'sin bo'ladi. Masalan, misol qarasak, ma anta val bahra. Kayfa anta val barda. Ma anta val bahra degan sen dengiz bilan nima qilyapsan? Sen dengiz bilan qanday mavjud bo'lyapsan? Yoki ma tasna val bar sen dengiz bilan nima qilasan? Kayfa anta val bar sen so'qoq bilan nima qilasan? Ma tasna val bar deganga o'xshash shu. Yoki kayfa takun val bard. Ma takunu val bahra deganga o'xshash mundaq kelsin bo'ladi. Shuna madan keyin bu yerda masifama kayf istifama yerdan keyin juqum kana ya kana g'ayri bo'lgan fillar taqdir qilinadi. Endi masalan ma anta val bahra. Ma anta val bahru. İki yolduruz. Kayfa anta val bahr barda kayfa anta val baru iki yolduruz. Peş okusak juqum yer aciz bo'lgan ko'z qarashga asosan bo'lsinmi? Ma anta val bahru al bahru antaga at qilamiz. Sen va dengiz nim bo'ldi. Nima için? Nima degan qo'sh. Kayfa anta val bar sen qandaq va so'qoq qandaq degandek bu peş okursak mı bo'ladi? Durus. Ama nasbu qilishimiz ashari kana pili, kanın maziya, muzariya shakli yoki ondan boshqa fillarning mushtaqlaridan birisi nasb taqdir qilinsa bo'ladi. Masalan, ma takunu val bahra va kayfa takunu val bard bo'lsin bo'ladi. Yoki tasna kelsak bo'ladi. Ma tasna val bahra, ma tasna val bard. Yoki ma ta'mal deb manda taqdir qilsak mı bo'ladi? Ana shuni maf'ul ma'ah bo'ladi. Sen dengiz bilan nima qilsa, so'qoq bilan nima qilyapsa deganga o'xshash mada bo'lsin. Shu ma isfamiya, kayf isfamiyalardan keyin shundaq ya tasna fili, ya ta'mal fili, ya takun filleri taqdir qilinib, ana amili shu fillar bo'ladi maf'ul ma'ahning demakchi. Bunun xulosasi kalam maf'ul ma'ahning amili zahiran kiradi, zahiran kelganda muqaddar bo'ladi demakchi. Endi navbatda biz bir misol ko'rsak, ikki bayt avval tarjimasini ko'rib o'taylik. Wal atbu in yumkin bila da'fin ahaq wan nasbu mukhtarun lada da'fin nasaq. Wan nasbu illam yajuzul atbu yajib aw taqid izmara amilin tusib. Atba agar atbi qilish mumkin bo'lsa zaiflik bilan nima bila da'f ojiz ulab qolmasin atbi qilish mumkin bo'lsa atbi qilish ahaq. Amma wan nasbu muxtarun lada za'fin nasaq
Nesb qilish muxtardır, etbi nesab aciz olganda. Nesbi vacib, etbi caiz olmaganda. Yoki siz bir amilni aşarı yuşurun, badab izma amilni yuşurun qilishni itiqad qiling, to'g'ri qilgan bo'lasiz deydi. Endi mushu vovul ma'yadan kin kelgan ism yoki u oldingi bir ismga atf bo'ladi yoki atf bo'ladi. Atf qilishi mumkin bo'ladi yo atf qilishi mumkin bo'lmaydi. Agar atf qilish mumkin bo'lsa atf bo'ldi va ammo atf qilish ojizlik bilan bo'ladi yoki atf qilish mumkin bo'lgan zaiflik bilan atf qilish mumkin bo'ladi yoki ojiz bo'lmagan holatda atf qilish mumkin bo'ladi. Masalan, biz qarasak atf qilish mumkin, nasb qilish mumkin, lekin atf qilish ahsan bo'lgan qismi. İctihadal abu vel mudarris fi tarbiyatil velad. Bola tarbiyalashda dada bilan o'qituvchi tirishdi. İctihada al abu vel mudarris fi tarbiyatil velad. Endi mishar vel mudarrisni al mudarrisdan nasb qilsaqmi bo'ladi. O'sha dada bola tarbiyalashda o'qituvchilarni bildirishdi. Yoki atf qilsaqmi bo'ladi dada va muallim bu ishga bilan bola tarbiyalashtirishdi desak bo'ladi. Shunga mudarrisda tashviqimiz al-ab degan fa'ilga atf qilib, mudarrisa deb zibar o'qitimiz maf'ulun ma'h qilib ikki yo'l durust, lekin atf qilib tashviq qilganlik ahsan. Chunki atf qilsak, ya'ni shirkchilik hosil bo'ladi. Shirkchilik hosil bo'ladi. Bu bola tarbiyalashda musharakatchilik munfaridlikdan ahsan bo'ladi. Ikkinchi yo'l biz bayamdagi atf qilish ojiz bo'lmasdan mumkin bo'lsa atf qilish ahq degan bayam ojiz emasdan atf qilish shunga atf qilish ahsan bo'ldi. Endi nasb qo'sh ammo atf qilish nima bo'lib qolsa, ojiz bo'lib qolsa, bayam qiyada atf qilish ojiz emasdi. Ba'zi yerlarda atf qilish ojiz bo'lib qolgan ahvol bor. Masalan, ikki yo'l durust. Zibar o'qisak bo'tu, pash o'qisak atf qilsak bo'tu, yo maf'ul ma'h qilsak bo'tu. Maf'ul ma'h qilish ahsan, ammo atf qilish durust, lekin atf qilishda sal ojizlik bor. Masalan, safartu va isam. Safartu va isam desa, men isam bilan safar qildim degan bo'ldi. Mishada safartu va isamun, safartu va isaman. Safartu ve isamen desek uçadı atf qilinmaydi. Maf'ulun ma'h bo'lib isam nasb qilgan bo'ladi. Safartu ve isamun desek buçadı isam safarga tu degan zimir muttasilga atf qilgan bo'ladi. Bu zaif, ojiz lekin durust. Shunga mishalga ve isamdagi isamni nasb o'qishmi durust, maf'ulun ma'hlik asosan, rabi o'qishmi durust, atflik asosan, lekin nasb o'qish ahsan. Çünkü atf qilish zaif bo'lib qolganlik uchun zimir muttasilga bir ism zahirni atf qilmoqchi bo'lsak, cho'qim uni bir o'tirib fazil kiritish kerakdi. Safartu ana va yoki safartu al-yawm va deb bunda kelgan bo'lsa, fazil kirgan bo'lsa, butta deb qaraymiz. Shunga atf qilish mumkin bo'lsa, ojiz bo'lmasin, shu ahsan. Nasb qilish muxtar, atf zaif bo'lganda deganimizning misoli shu. Uchinchi yo'l, nasba vojib, atf joiz bo'lmaganda. Unda usulni ko'rib baqamdoq. Nasba ahsan, atf joiz bo'lmaganda. Masalan, misolni ko'rsak, biz odatda katabtu laka ve Halid. Katabtu laka ve Halid. Mishada katabtu laka ve Halidda atf qilish mumtani. Ammo nasb o'qish vojib beradi. Nimish katabtu laka, men sana Halid bilan yozdim, xat yozdim. Men sana xat yozdim, Halid bilan yozdim. Desek, mishada ve Halid'e maf'ul ma'h bo'ladi. Ammo atf qilsak uçaqda katabtu laka ve Halidin desh lozim keladi.
Uçada men sana ve Halid'e xat yazdım degan bo'ldi, lekin atbiq qilish mumtani. Nimishqa? Zamiri majrurga ismi zohirni atbiq qilmoqchi bo'lsak, cho'qim zamirini jar takror tepish kerak. Endi lakaga Halid atbiq qilish uchun vali Halidin deb va li Halid deb lam kilish kerak. Chunki zamir majrurga ismi zohirni atbiq qilmoqchi bo'lsak, ismi zohirda aşı zamir mecruni zimini mecrur qilgan bir amil bor, amil takror tepish kerakdi. Shunga bu yerda Halidni nasb o'qish vojib bo'ladi. Labziy bir ma'ni bor bu yerda. Endi ba'zida bu ma'ni labziy jihatdan bu atbiqlashga ma'ni labziy jihatdan bo'lmay, atbiqlashga ma'ni ma'naviy jihatdan bo'ladigan ahvolmi bor. Masalan, Sara Hisham vel bahra. Hisham dengiz bilan mangda desek, atbiq qilsaqchi Sara Hishamun vel bahru bo'ladi. O joyda bahru Hishamga atbiq bo'lgan ekan, ma'tub bilan hukmida bo'ladi. O joyda atbiq amil takrorlanganlikdan foyda bergan bo'lg'achqa Sara Hisham ve Sara'l bahru degan bo'ldi, ma'na xato chiqqan bo'ldi. Dengizning menishi asla mumkin emas. Şuna bir yerde bu durus olmaydı. Bunu atbiq qilib bo'lmaydi. Endi şu bayam dedi, şuna nasbi durus bo'lmagan, atbi durus olmaganda nasb o'qish vojib dedik. Yoki ashyaga yurishim bir amilni itiqod qilsangiz am bo'ladi. Yurishim amildan birini itiqod qilish kerak. Yurishim amildan birini itiqod qilg'ili bo'lsa, shayda andin bo'ladi. Şu bayamqida durus olmaydi. Endi ba'zi misollarda durusuldiga yaba amil taqdir qilmasaqmi? Masalan, akaltu ta'aman akaltu ta'aman shahiyan ve ma'an azaban. Men naci mizlik tamakni yedim ve tatlık suni içtim demekçi. Mihada ma'an azaban ta'aman shahiyan atbemez. Hem mef'ulun ma'ahma emas. Bir yerde mef'ulun ma'a qilsaq men shirin so'lan bilan mizlik tamakında mef'ulun ma'a qilsaq bo'ladi. Mishada buni mef'ulun ma'a qilishga bo'ladi, atbiq qilish joiz emas. Yoki bir omilni taqdir qilsaq bo'ladiki va sharibtu ma'an azaban qilsaq, o'chada jumlaga atbiq qilgan bo'lamiz, durust bo'ladi. Mana bu harfat mef'ul ma'a haqidagi darsimiz shundan bo'ladi. Demak, mef'ul ma'a billilik to'ldiruvchi ma'a ma'nosida keladi. Endi ba'zi yerlarda xuddi mef'ul ma'a bilan mef'ul ma'ning g'ayri ikki yo'l durust o'tgan yerlar bor. Biz buni nayt yaxshi ko'rib o'tdik. Shunga ijtihadul abu vel mudarrisu mudrus, ijtihadul abu vel mudarrisami durust bo'ldi. Mesela zahaba Muhammed ve Ahmedu olsun budu ve Ahmeda olsun buludu. Yani şuna okşaş durus buluduğun, bazı memnun buluduğun bu ahvallar bizden yaxşı kılınıp öttü. Kim gidersiniz istisna hakkında buludu. Biz kim gidersiniz istisna hakkı toxtilimiz. Şuna bugünkü dersimiz vaqt münasebetiyle nişra ahırlaşkan buldu. Kinki dersimiz kuruşlu ve ahir da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin.